Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun yana bir kasallik haqida hamda shu kasallik bilan kasallangan bemorimiz haqida qisqacha intervyu berib o'tib ketmoqchimiz. Farid akamlar, Xalq Faxriddin akam 1963-yilda Toshkent shahrida tavallud topganlar. Bundan 20 kun muqaddam bu kishida oyoqlarda harakatning susayishi va bora-bora oradan 4-5 kun o'tgandan keyin oyoqlarda harakatning beldan pastda harakatning to'liq yo'qolishi, kichik chanoq organlarining faoliyatdan buzilishi, ya'ni ichkili siyish kabi buzilishlar yuzaga kelishi natijasida bizani klinikamizga murojaat qilganlar. Biza klinikada dastavval yotganlaridan keyin to'g'ri tashxislashga harakat qildik va inshaalloh to'g'ri tashxisni qo'yib oldikda biza davolash chora-tadbirlarini boshladik. Hamda bemorimizda 5-6-kunda oyoqlarda harakat yana qaytadan tiklandi. Sekinlik bilan o'sha kichik chanoq organlari faoliyati yana qaytadan tiklandi. Bemorimizda oyoqlarni ko'tarish, qimirlash kabi harakatlarni o'zi mustaqil bajara boshladi. Va bugun davolash kunimizning 16-kuni va bemorimizda ahvol 70-80% holatda tiklandi desak bo'ladi. Yana albatta davolanish davom etyapti va yana reabilitatsiya kurslarini o'taydilar hamda 100% holatda to'liq oyoqqa turib ketadilar inshaalloh. Endi gap isboti bor deganlardek, Farid akamdan o'ziga beradigan savollarimiz bor. Buni Farid akam o'zlari tasdiqlab tushuntirib hamda oyoqqa turganlarini qisqa rolik yordamida biza ko'rsatib o'tamiz. Klinikamiz haqida bir qisqacha aytib o'tsangiz xursand bo'lardik. Xo'p bo'ladi. Sarvarbek, mana 16 kun muqaddam mana shu klinikaga tavsiya qilishdi. Shu nimalardan keyin, o'sha tashxisdan keyin, katta tashxisdan keyin Toshkent shahrimizda eng birinchilardan bo'lib shu kardiomedikga mana tavsiya qilishdi. Biz shu yoqqa keldik, farzandlarim olib kelishdi bu yoqqa. Oyog'im yurmas holatda edi. Keyin meni pastda Sarvarbek Doniyorov, glavvrach kutib olib, ko'rib, qarab, meni shu nimaga, mana palataga, 301-palatada men 16 kundan beri lyuks palatada meni qabul qilib, juda ham e'tiborli bo'lib, mana bugungacha 16 kundan beri o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Shu o'zlari aytganidek 6-7-kun shu o'zimni sezilarli qildim. Bo'lmasam oyog'im, umuman barmoqlarim qimirlamasdi-da, yotgan holimda-da, kuchi yo'q edi, kuchsizman-da. Belimdan pastiga umuman umurtqa pog'ona degan joyi. O'shanga bular to'g'ri tashxis qo'yib, ayniqsa mana shu klinika to'g'ri tashxisi, chunki ularning ham kamida 15-20 yillik tajribasi bor bu sohada. Meni endi kasalligim bu diagnoz olsangiz, bu miyelit grudного уровня, grudного отдела deyilar ekan, поперечный. Buni bilganlar o'qib bilib oladi, masalan YouTube'lardan. Bu og'ir, bu orqa miyani shamollashi degani-da. Bu 1 kun, 2 kun, 10 kun, 15 kun ketadigan kasal emas. Lekin Allohga behisob shukr, vaqtida keldik, vaqtida muolajalar qilinyapti, hammasi ertalabdan kechqurungacha yaxshi protseduralar, o'sha TMS degan mana nima bor, texnikasi bor, ularni nimalar qilishadi, kapelnitsalar zo'rlarini, o'shani to'xtatishdi bular o'sha 7-8 kun mobaynida. Ukollar deydi, har kuni 3-4 marta kapelnitsalar juda ham zo'r, personal ayniqsa. Endi hamma joyda o'zingizlar bilasizlar, boshliq qanaqa bo'lsa, yordamchilar ham shunaqa bo'ladi. Hamma minnatdor edi, hamma qo'li ko'ksida, xizmat beminnat. 24 soat qarab turishibdi, baraka topsin. Men Allohdan ming bora behisob shukronalar aytaman shu klinikaga. Ayniqsa mana glavvrach ukamga, Sarvarbekka, Doniyorovga, Dilmira singlimiz bor, kardiolog. Ular непосредственно как лечащий vrach qarab turibdi. Kun davomida har kuni baraka topsin iloyim. Ancha kuch yig'dim. Mana 3-4 kundan beri Xudo xolasa Sarvarbek, men o'zim uchun hamisha ishonib kelganman-da, Allohga ishongandek-da. Turib ketasiz, doda dedilar-da. Chunki biz ko'plari og'ir situatsiyadan kelishi mumkin, kech bo'libdi.
mani vaqtida kelganga o'xshadim shekilli doktorlarni gaplari bo'yicha. Shuning uchun vaqtida bu narsa to'xtatildi-da, ani krizis masalasi, to'g'rimi? И bu yog'iga o'sha nima deydi, tuzalish, восстановление ketishni boshladi. Icheklarim ham yurish qiyin edi, masalanda, nima peshob yo'llari, keyin sidiy yo'llarida hammasi mana Allohga shukr, hammasi joy-joyiga tushib ketyapti. Allohga behisob shukr. Hozir o'zingizni necha foiz tuzaldim deb hisoblaysiz? Men aytganga to'g'ri keladimi? 70-80% desak bo'ladi. Haqiqat 70 bor. 70 bor-da, Xudo xolasa. 15 kunda o'zlari yurishni boshlab to'liq sog'ayish bosqichiga o'tadilar. Hozir lecheniyamiz 3dan 1 qismi turibdi hali. Xudo xolasa. Yana davom ettiramiz.